Bu og'riqning og'irligiga qaraganda kunlaring sanoqli qoldi aman u deb. Nemi qilyapsan Yuzarsi? Gulparvish qilyapman. Ömür bo'yi qilgan ishim shu parvish qilmoq. Xolisa gul, xolisa inson parvish qiladi. Yuzarsi uchun buning farqi yo'q.
Әммаңла сыртқы шығып кетіңла. Gepimni anlamadingmi? Sen sirtqi chiqib ket. Sen qol. Sana deydigan gepim bor. Gepimga yaxshi quloq sol. Anang mutaassib. Amun tarafdoridir. Onun hokimiyat ishlariga aralashishiga yo'l qo'yma. Ben o'lgandan keyin ilgari o'zim uchun yasatgan qabriga dafn qilinglar. Ammo Amonning haykalini qabrimga qo'ymanglar. Chunki men onunla ishonmayman. Kahillah intayin xatarlik. Amonga ishonishni faqatla o'z manfaatini qo'llash uchun tanladi. Va o'z manfaatini qo'llash uchun har qanday ishni qilishdan bosh tortmaydi. Ularga hargiz ishonma. Barliq sirlaringni Potifarga ayt. U hargiz sana xayrlik qilmaydi. Anangga hurmat qil. Ammo onunga ishonma. Va ayoling Lafar dedigimi shundoq. Onundan balaliq bulunglar. Naslimizning uzilib qolishiga yo'l qo'yma. Takmoseres podshohligining qulab tushishiga hargiz yo'l qo'yma.
Padişahlık hakimiyet quyoshning ko'tarilishiga va ketishiga o'xshaydi. Bugun 3-Amonhotepning quyoshi qotdi. Ata 4-Amonhotepning quyoshi ko'tariladi. 3-Amonhotep momiyalanadi. Ata 4-Amonhotep tosh kiydi. Kimga salom beryapsiz? Xonim Zulayxaga salom qilyapman. Siz Potifar sarayining xonimisiz. Bu gaplar mening barliq shon shuhratimni yo'q qildi. Go'zalligimdan hech asar qolmagan bir ayolman. Xonim, siz o'zingizni tuvan ko'rmang. Siz har vaqt biz uchun Zulayxa xonimsiz. Siz biz uchun intayin qadrliksiz xonim. O'zingizni bundoq tashlab etmang. Kaşki bağan bolsunuz. Bugün Amonhotepning dafn murosimi o'tkazildi. Bilaman. Hech xo'sh yoqmadi. Men uchun nima farqi bor? Hammamiz o'xshash. Biri ketadi, yana biri keladi. Bağan bolsunuz yaxshi bo'ladi, xonim. Misrning barliq istizod ayollari u yerda bor edi. Men o'zimga tayinib ketyapman. Başqalarning his tuyg'ulariga hech o'rtoqlasholmayman. Atiki murosim qandoq bo'ladi? Agar bormisangiz, hurmatsizlik bo'lmamdi, xonim. Men atiki murosim uchun albatta berishga majburman. Lekin ne yasinib taranğudek. Ne esilzadlarning oldiga chiqqudek holim bo'lsin. Ayniper, anne Misr xonisi lafar tipde bulduğuna oxşamamdı. Şundaq, o intayin güzelmiş. Bir azdan keyin chiqqanda ko'ramiz. O dardman ayol Zulayxami? Ha, qara uning holiga. Sizlarga bir gapni deb beray. Anglashimcha, yangi podshoyimiz Amonga ishonmaydi ekan. Bundaqda Ankimahu o'z qo'llari bilan uni tosh kiydirishga qandoq rozi bo'lgandi? Rozi bo'lmay amal yo'q. Diplomat qoida uchun boshqa amal yo'q. Qadimdan beri podshoh ulug' kohin va Misr azizining qo'llari bilan tosh kiydirib kelgan emasmi? Men 4-Amonhotepning zo'r o'zgarishlarni maydonga keltiradiganligiga ishonaman. Ama o Amonga ve tanrılarımızga ishonmaydi. O onun beshiga balo olib kelishi mumkin.
muqaddas Nil өлkəsinin ilahları. Ey Mısırның səltənət və körkəmliginin igisi bolğan uluq ilahları. Ey ilahlarının ilahi Amon. Bir əvvəlləgə güc və muqaddəslikni, Nilğa bərəkət və molluqni, Mısırğa körkəmlikni, İhramğa çidamçallıqni sən bərdin. Yaş padişahimiz 4-cü Amonhotep kimi barlıq pirəvəllərinin gücünü, muqaddas Nilning bərəkətini, Mısırның məşhurluğunu və piramidalarının həşəmətini bağışlığın, onun düşmənləri bolğan Grek, İcaz və Şamğa nisbətən onunğa muzabbər nisqığın, barlıq təngrilərinin onu qoğdışını qolğu kəltürgin. Sana həmmimiz dua qılımız, dualarımızı anlığın ey uluq Təngri. Aferin Mesut. Bu öylerini yasap, kabiliyetini namayan kıldın. Seni tebrikleyim. İlgiri quruluş ustasıydım. Mısırda nurgun imaretlerini sağan. Hemmimiz sana okşaş. Özümüzge bir dünya yasap, keyin taşlap ketimiz. Mühim bir xabar var. Dünya ehli üçün en mühim haber ölümdür. Doğru deysiz. Şundaq. 3-cü Amonhotep vafat bolup ornuğa 4-cü Amonhotep çıktı. Şundaq. Bayatın Gundupayla qovuqni düşürgəş, şundaq deyişib ötübkən. Mən anladım. Təxtlə muqumdur. Özgürüş bolsa, onun üstüde oltırğanlar səbəbidindir. Bir günü 1-ci Amonhotep, yana bir günü 2-cisi, tünögün 3-cisi, bugün 4-cisi təxtga chiqibdi. Bala vaqtimda onu ko'rgan edim. Başqalarga qaraganda ko'p yaxshi deb qarayman. Mas'ud, angladingmi? 3-chi Amonhotep uyini tashlab ketibdi.
Mağayli. Kimsen? Gecenin bu vaxtında neymiş kıvatsın? Padişah 4. Amonhotep meni avatdi. Ankmahu hazratlariga yetkazgan muhim xabar bor. Hadi yabanğa xabar beruvguncha bu yerda saqlanglar. Nima bo'ldi? Yerimga jiddiy nima ish kelding? Misr podshohi 4. Amonhotep bir tush ko'ribdi. Tush tabirini bilish uchun Ankmahu hazratini saroyga chaqiryotdi. Sizlar menga beringlar. Ankmahu hazratlariga o'zim xabar qilaman. Janoblari, ahvolingiz yaxshi bo'lmasa, men Huramhopdan kechirim so'rab, kasallik sababidan podshohning huzuriga chiqmaganligingizni aytib qo'yay. Qanaq? Yo'q, bo'ldi. Potifar bugunga qadar podshohning buyruqlarini bajo keltirishga sal qarmagan. Kasallik vazifani o'rinlamaslik uchun ko'rsatilgan bir bahona xolos. Uning nima deganidan xabaring bormi? Yo'q, lekin intayin muhim ish ekanligini aytdi. Ko'rib sen. Mo'shundaq yerim kechidimi, uyqumizni buzib etdi. Podshoh Amonhotep tushni atigan tush tabirchilariga ismi bo'ladi-ku. Sizlar bir qancha tush tabirchisiga xabar berib o'tinglar. Darhol kaynimizdan bo'lsin. Tez bo'linglar. Baş ustiga. Potifar hazratlari va ulug' koin Ankmahu oliylarning huzuriga chiqishini kutib turyotdi. Padişah 4. Amonhotep salam. Bekle ensirdik. Neymiş bo'ldi oliyleri? Ko'ngilsiz biror ish bo'lmaganda oliyleri. Intayin g'alati bir tush ko'rdim. Bu tush yaxshimi yoki yomonmi hech bilmadim. Tushlariga ta'bir berishning hojati qolmaganda balkim. Podshohning tushi boshdan oxir xayrlik va yaxshilik to'lgan bo'ladi. Her halda tush tabirchilarini chaqirtdim. Hozirlik keladi. Qandoq bo'lsa meni bearam qildi. Inaros, şunun tabiri shuki, 3 kundan keyin burungi xizmatingga qayta erishib, Amonhotepning sharobchisi bo'lish martabasiga erishsan. Inaros! Neymiş oliyleri? Sen bizden şarapçımız emas miydin? Shundoq oliyleri, men sharobchilar. Ammo sana kelsak, Apopis. 3 kundan keyin darg'a esilsa, qushlar jasadingni yeydi. To'g'ri, Yuzarsif.
Onun gapini padişah Amon o'tabga aytmoqchi edim-ku. 7 yildan beri nemishqa unutib qolgandim. Xonish oliylari, ulug' padişahimizning tushiga ta'bir beralgidek birisini tanıyman. Agar ruxsat qilsalar. Tush ta'birchilar keldi. O odamning hojati qolmadi. Mısır'ın tanrısı Padişah 4. Amonhotep'e salam. Mana bular Mısır'ның eng katta tush ta'birchilari va kahinlaridir. Ularning qobiliyatini yaxshi bilganim uchun oliylarining tushiga ta'bir etib berish uchun chaqirtib keldim. Men yetisimiz inekning tashqillab to'lqilayotgan Nil daryosidan chiqib salda o'tlayotganini ko'rdim. Keyin Nil daryosining suvi tortilib qurib ketdi va 7 uruq inek qurib ketgan daryoki to'pining orasidan chiqdi. Ondan bu uruq ineklarning yetisimiz ineklarni yevatganini ko'rdim. Biz bunda qarama-qarshi tushning ta'birini berolmaymiz. Agar oliylari ruxsat qilsa, bular bir-birlari bilan bu tema haqida birlikka kelib maslahatlashgan bo'lsa. Shundoq bo'lsin. Sizlarning to'g'ri ta'birini aytib berishinglar kerak. Menimcha bu tushning biror ta'bir bo'lishi mumkin. Birasinglar ta'bir bermamsizlar. Bu tushga men bir amal qila oladigandak emas. Aqlimga bir anas kelmayotdi. Gap qilmamsizlar. Hozir aqlimizga hech nima kelmayotsa, qarshi bo'lsinmi bir nima danglar. Jim turmanglar. Ma'qul. Shunaqa qilaylik. Oliylari, meningcha bu tushlarga ta'bir belgili bo'lmas. Bu qarama-qarshi ta'bir belgili bo'lmaydigan bir tushgan. Biz bundaq tushlarga ta'bir berib baxmagan oliylari. Eng yaxshi tushimning ta'birini bilmaganlarni e'tirof qilinglar. Aqli bor har qanday bir odam bu tushning cho'qim biror ta'bir borligini tushuna oladi. Ulug' podshohimizga ma'lum bo'lsinki, bu tush ta'birchilarimiz tajribali va mohirdir. Ularning qobiliyatidan men qancha gumonlanmayman. Shubhasizki, agar podshohimizning tushi aniq bo'lgan bo'lsa, cho'qim ta'bir belgili bo'ladi. Shunning ta'birini talab qilyapman. Sizlarning to'g'ri ta'birini aytib berishinglar kerak. O'zingni tutib ol, o'zingga yaxshi emas. Men sizlar uchun podshohimizdan bir mezgillik muhlat so'rayman. Hech shubhasizki, tushimning cho'qim bir ta'bir bor. Ammo bularda ta'bir berishga qobiliyat yo'q. Xonishonam so'rab qoldi. Shunglashqa muhlat beray. Menga tezroq bu tushimning ta'birini aytib beringlar. Shundoq. Bu meningcha bu tushning ta'biri bo'lishi kerak. Acaba
bularga Yuzarsifning bu tushga ta'bir bera oladiganligini so'zlashim kerakdi. Yo'q. Bularning hech qaysisi Yuzarsifning do'sti emas. Xon ishlarni arteti ruxsat qilmadi. Ruxsat qilgan bo'lsa, hammani aytgan bo'lardim. Meningcha, u seni tushga ta'bir berdi deb o'ylab qolgan bo'lsa kerak. U sening ta'birchi ekanligingni bilmasa, boshqalarga aytgan bo'lsang, Masalan kimga? Yuzarsifni zindonga solgan Putifargami yoki uning qinini sho'rmoqchi bo'lgan Ankmohugimi? Qandaqli qilmasang, podishoni Yuzarsifning borligidan xabardor qilishing kerak. Cho'qim shunday qilaman. Buni 7 yil ilgari qilishim kerak edi. Bundan 7 yil ilgari o'lib ketgan podsho oliylariga Yuzarsif haqida biladiganlarimni aytishim kerak edi. Nimishqa unutganimni men bilmadim. U meni birli ilohga ishonishga da'vat qildi. U tushlarimni intayin yaxshi tushundirdi. Menga ko'rsatgan shuncha mehribonlik, shuncha kuyimchanlik, shuncha muhabbatning aksiga men nima qildim? Uning kichikina orzusini o'rlayolmadim. Ham payg'ambarlarning orzusini unutdim. Menga la'nat bo'lsin. Uning yuziga qandoqmi qaraman? Inarus, sen bu unutqoqligingni kechirib bo'lmaydi. Qani aytqina, Yuzarsifning o'tinishini qandoqsik unutib qolding? Bilmayman. Meningcha cho'qim la'natdagi shayton menga buni unutildirgan o'xshaydi. Lekin men bu xatoligimning o'rnini cho'qim to'ldiraman. Shunda ko'rgan bug'doy bashaqlari ilgirki tushimga shundoq o'xshaydi. 7simiz inak bo'lsa, 7simiz bashaqqa. 7 uruq inak bo'lsa, 7 uruq bashaqqa o'xshaydi. Men ikki kecha orqa-marqadan o'xshash bir tushni o'xshamagan shaklda ko'rdim. Endi qarma-qarshi va ta'bir belgili bo'lmaydi deb bahona topolmaysizlar. Men tushimning ta'birini talab qilyapman. Ta'bir beremsanglar, ojizliqinglarni e'tirof qilinglar. Men boshqa bir yo'l topay. Tushimga bu kecha ta'bir beremsanglar, hammanglarni zindonga tashlayman. Tushundinglarmi? Tushlaringizning biror ta'bir borligi intayin aniq. Ammo ular buningga ta'bir berolmaydi. Ems qanday qilamiz? Agar ta'bir beramasa, ularni jazolaymiz. Ibodatxona kohillarining va tush ta'birchilarining g'ururini sundirishning yaxshi fursati. Tushlariga ta'bir berishga ularni qistaymiz. Men ularning tushimga ta'bir bera olishiga ishonmayman.
agar ulug' xonishimiz ruxsat qilgan bo'lsa, Nim bo'ldi? Podsho Amonhotepning tushiga ta'bir bagil bo'ldiganligini so'zlamoqchimisan? ha, ta'bir bagil bo'ladi. Inarus, bu ishlarga aralashma. Podshoning g'azabini kuchaytirib etasan. Qanday bo'ldi? Bu tushning ta'birini berishga ojiz kelib qoldik. Ta'bir berammidoq. To'g'risini aytsam, ta'bir berish mumkin emas ekan, janoblari. Olilari, bizga bir kech vaqt bersizlar. Jininglarni o'z qo'lim bilan olaman. Nom sharifimni oyoq osti qildinglar. Amon ibodatxonasining ta'birchilari va sehrgarlari ulug' oliylaridan yana bir kecha muhlat so'raymiz. Ma'qulmi? Endi muhlat qolmadi. Sizlar yillardan buyon xalqinglarcha yeb ichib uxladinglar. Shun bu kecha ta'birlanish kerak. Podsho oliylari. Ular Misrning mashhur ta'birchilari va sehrgarlari. Agar ularga muhlat bersalar, tushlariga cho'qim ta'bir beradi. Boshqayin jo'ylama. Ular bir o'chim parazit. Misr xalqining qinni sho'rashdan boshqa bir ish qilgani yo'q. Kerak bo'lsa, Tabskentning qanjiqlariga o'xshash qavoshni qamlashtirolmaydi. G'azablanmasligingni umid qilaman. Salomatliging uchun yaxshi emas. Ya bu parazitlar bugun bu tushga ta'bir berdi yoki o'lgich qamchilanadi. Diqqat qil, Ankmahu. Bugun hech kim bexatar emas. Ularga endi chapay yapaman dema. Sana yalvarıyorum padişahım. Özünü tutup al. Selametliğine tesir yetidi. Hamısını zindana taşlanglar. Şimdi tabir berelgendilar. Ondan qo'yib etildi. Xonishayim, ruxsat qilgan bo'lsalar. Nim bo'ldi? Yana nim demoqchisan? Xonishayim, men bu masalani hal qila olmayman, ammo so'zligidek jur'atim yo'q. Olilar qattiq g'azabda. Tushga ta'bir beralamsan? Yo'q, Xonishayim, men intayin qobiliyatli bir tush ta'birisini taniyman. Inarus, ahvol intayin xatarlik. Jo'yilsang, o'zingni xatarga tashlab olsan. Xonishayim, men taniydigan bu odamning bu masalani hal qila oladiganligiga butun qalbim bilan ishonaman. O'tinib qolay, ma'qul degan bo'lsalar. Ularni etmanglar. Nima qilyapsan? Ular Amun ibodatxonasining qoyillari. Ularni to'xtatib oling, oliylari. Inarusning sizga deydigan gapi bor ekan. Nima qilyapsizlar? Nima qilmoqchisizlar? So'zla Inarus. Qulqum senda. Men ulug' podshoyimizning bu masalani hal qilish uchun bir amalni bilaman. Sen tushimning ta'biri uchun bir chora bilamsan? Shundoq olilar. Berib, o'zinglarni nilga tashlanglar.
Amon ibodatxonasining kohin va ta'birchilari qo'lidan ish kelmaydigan keraksizlar. Bizning sharobchimiz Inaros bu masalani hal qilaman deydi. So'zla Inaros. O kim? Hozir zindonni so'laqqa turgan ibroniy bir qul oliylari. Mahbus ibroniy bir qulma? Ulug' podshoyim, Apopis bilan ikkimiz zindondagi vaqtda har ikkimiz bir tush ko'rgan edik. Bu mahbus yigit mening tushimni zindondan qutulsan deb, Apopisning tushini bo'lsa, esib o'ldirilsan deb ta'bir berdi. Har ikkili ta'bir bo'lsa, 3 kundan keyin amaliyot yuz berdi. Mana bu yigit tushlariga ta'bir berib bergan bo'lsa, Inaros, sen bir podshoh chaqchaq qilishning qanday natija beradiganligini bilamsan? xotirjam bo'lsizlar oliylari. Xotirjam bo'lsin. O nima deydi? Potifar. O to'g'ri deydi oliylari. O yigitni men tanishim mumkin. Sizlarga atigacha muhlat beraman. Endi qaytinglar. Chunki Nil sohilidagi inaklardek sesiq bo'rayotsizlar. Qaytish! Ata tushimning ta'birini yetkazish. Anlaşdыңmı? Vaqtni israf qilmay, darhol Xuramov bilan zindonga beringlar va tushimning ta'birini so'ranglar. Bu mahbusning ismi nima? Yuzarsif, ammo ibroniy tilida uni Yusuf deb ataydi. To'lini qanday qilaman? Xatolashmagan bo'lsam, Potifar mushunda qismlik bir qulni setib olgan edi. Zavir zindoniga boramiz, tizmang. Kimsizlar? Bu kechada bu yerda nima ish qilyapsizlar? Zindon begiga Xuramovning 4-Amonutap tarafidan zindonga kelganligini aytdi. Bu yerda saqlab turing, efendim. Qo'mondon Xuramov ichki kirish uchun saqlab turyapti. Ichiga ayda. Yarim kechada qo'mondon Xuramovning bu yerga kelishiga nima sabab bo'ldi? Padişahning buyrug'ini o'rindash uchun kech-kunduzning farqi yo'q. Inaros, yana nima ish qilding? Yana zindonda yetmoqchimi? Yo'q. Yuzarsifni ko'rgili keldik. Podshoh bizga mush vazifani topshirdi.
Boludu amsa. Mangayli. Allah'ın peygamberi Yusuf'a salam. Allah'ın salamı sanmı bolsun. Kimse? İnarus. Elik'i unutkak inarus. Kadir kıymetinizni bilemegen inarus. Beni geçirin. İnaros. Bolu yığılıma. Sözlerinden hiç nimini düşenmedim. Beni apo kılın. Beni geçirin. Siz menden kichikkina bir ishni o'tindingiz. Ammo men uni bejiremedim. Numus qilganimdan siz bilan qandoq ko'rishnimi bilamagan edim. Bekadın ko'nglingni yerim qilyapsan. O'tinishimni unutib ketishing kerak edi. Unutqoqligingning bir hikmati bor. Men yaxshi do'stlar bilan tepishdim. Hem ibodat, hem izlanish uchun ko'p vaqtga erishdim. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Inaros, seni qaysi shamol zavirasından uçurup geldi. Qandoq bulup yuzarsın esinge kep kaldı. Aytib berman. Hammani aytib berman. Meni bu yerga Misr podshoyi 4-Amonotep avatdi. Bir tushning tabri uchun keldim. Misrning barliq kohillari va sehrgarlari Amonotepning tushiga tabri berishga ojiz keldi. Agar podshoh tush ko'rmagan bo'lsa, balkim hozirmi sizni esimga olamas bo'lg'iydim. Qani aytqin Inaros. Podshoh tushida 7 o'riq inakning 7 semiz inakni yevatganini, 7 quruq bashaqning 7 yeshil bashaqni to'kayotganligini ko'ribdi. Allohning o'rinlashtirishi bilan bu tushning ta'birini bilaman. Ammo siz bu tushni 4-Amonotep sizni zindondan qutqizmog'icha ta'bir bermasligingiz kerak edi. Allah ta'bir ilmini mushundoq bir kun uchun menga bildirdi. Xayrlik bir ishning oldida shart yoki boshqa bir maqsadni o'ttirg'i qo'yish durust insonlarga yarashmaydi. Podshohning yeniga qaytganda oldimizda mo'l usulga to'lgan 7 yil bor. Bu 7 yil jarayonida tarixchilik qilinglar. Usulning bir qismini urug'liq ayirib qo'yib, qolganini saqlanglar. Uningdan keyingi 7 yilda qurg'oqchilik va qahatchilik yuz beradi. Saqlab qo'ygan ochlig'inglarni mushu 7 yilda ishlatsanglar, xalq qiyin ahvoldan o'tib ketadi. Allohga qasam qilamanki, shuning to'g'ri ta'biri dal meni mushu. Buningga ishonaman. Kahin va sehrgarlar topolmagan ta'bir dal meni mushu. Podshohning bu ta'birdan suyunib ketadiganligi aniqla yuzarsib, chuqum shunaq bo'ladi. Yuzarsib. Agar boshqa bir gap bo'lmasa, men qaytib olay. Bizni yana unutish uchun ketyapsan. Yo'q. Men bugun yaninglarga yana kelaman. Qaytsang qaytqin, lekin do'stlaringni hargiz unutib qolma. Unutib qolmayman. Allohga omonat. Allohga omonat. Xotirjam bo'linglar. Men yana kelaman. Qandoq bo'ldi? Bu so'ngak va toshlar shtabiriga ojiz keldi, janoblari. Sanmi yoki tashlami?
Ulug' koinning degilni to'g'ri. Biz bu tush ta'birini berishga haqiqatan ojizlik qildik. Bugunga qadar topgan birla narsimiz Misrning an'anaviy urf-odat va qoida usullarida inakning yilg'isi mavul qilinganligidir. Aram shunchilikmi? Bu masalani hal qilinmaydi. Men bu mahbus yigitni tanıyman. Amonhotepning tushiga ta'bir berishidan qo'rqyapman. İlgari Inarosning tushiga o'z ayni bo'yicha ta'bir beribdi-kan. Ben tushunmadim Ankmahu hazretleri. Bir muncha tush ta'birchilar bor. Yuzarsiz bu bushlarga o'xshash biri. Uning qo'qqidek nemisi bor? Amakat. Amon ibodatxonasining hamma kahillarining bir qo'lning oldida yengilib qilishi xatarlik ish emasmi? Shundoq. Xatarlikkan. Shundoqkan. Kechiring. O yigitning ismi Yuzarsif. O birli ilohga e'tiqod qiladi. Uning qalbisi Amonning mag'lubiyati hisoblanadi. Chunki u iloh Amonga ishonmaydi. Inaros, tushning ta'birini bilib keldingmi? Sizlarga uning ulug' bir ta'birchi ekanligini aytgan edim. O nima dedi? Yuzarsif, tushlarda ko'rgan 7 semiz inak bilan 7 yeshil bashaqning 7 yillik mo'lchilikqa va 7 o'riq inak bilan 7 quruq bashaqning 7 yillik qurg'oqchilik va qahatchilikka ishorat qilinganligini aytdi janob. Aferin. Dalmi shundoq. Bu ta'bir mening tushimga intayin mos keldi ekan. U o'zgini. Men bu qulning aytganlarining hammasiga ishonaman. U to'g'ri deydi. Sen onu tunumsan? Ha, shundoq. Men u to'g'riliq nurg'un ishlarni bilaman. Inaros. Bu mahbus, bu masalani hal qilishning chorasini aytib bermadimi? Aytdi alilari. Mo'llusulga to'lgan bu 7 yilda qurg'oqchilik va qahatchilik bilan o'tadigan 7 yilga ishiltish uchun ko'plab tarixchilik qilib oshliq yig'inlar dedi. Bu haqiqatan oqilona fikr. Ammo bug'doyni